Assalomu alaykum. Hurmatli xaridorlar, o'rtoqlarim, dugonalar, hammalaringizga yana yangiligim. Aytdim 10% dan 50% gacha dedim, lekin yana ham tushiryapmiz. 50% gacha to'g'ri. Hozir nima dedi, xalatlarimni 450 sotadigan xalatlarim 380 ming naqdga qilib beraman. Kelinglar, ulguringlar. Xalat lozimlarda 880 ming sotganman. 600 ming so'mdan naqdga qilib beraman. Keyin shlyopkalarimiz hammasi qishki, yozgi farqi yo'q. Hammasi 450 ming so'mdan sotganman. 300 ming so'mdan qilib beraman. Keyin paltolarimni 5 millionlik paltolarimni 2,5 million naqdga qilib beraman. Undan ham tushirishim mumkin agar bitta qolgani bo'lsa. 4 millionlik paltolarim esa 1,5 millionda 2 milliongacha bo'ladi fasoniga qarab. Kelinglar, ulguringlar, kutaman. Ko'ylaklarda ham shunaqa. $150 50% tushirib